Paris tur ishtirokchilari shu kuni qo'riqxona hududidagi qadimiy yodgorliklardan biri Beluli karvonsaroyi haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Markaziy Osiyoni quyi Volga bo'yi va janubiy g'arbiy Yevropa davlatlari bilan tutashtirib kelgan Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'ida qurilgan Beluli karvonsaroyi hozirgi Jasliq temir yo'l stansiyasidan 67 km shimoliy sharqda bunyod etilgan. Bugungi kunda Beluli karvonsaroyining yolg'iz va yarim vayron bo'lgan arkasi qoldiqlari, atrofidagi ayrim bino xarobalari, bir nechta qabrlar saqlanib qolgan. Mazkur Beluli yodgorligi o'z vaqtida karvonsaroy vazifasini bajargan. Ushbu karvonsaroyning atrofida sardobalar mavjud bo'lgan, shuningdek chig'anoq konlar, qabriston mavjud. Ular yaxlit majmuani hosil qiladi. Ta'kidlanishicha, Beluli 10-14 asrlardagi karvonsaroy bo'lgan. Atrofi 1 metr qalinlikdagi devorlar bilan o'ralgan. Bu devorlar bundan 30 million yil avval mavjud bo'lgan Tetis ummonidan qolgan chig'anoq toshlardan qurilgan. O'sha davrda karvon yo'llarida har 35-40 kilometrda shunday to'xtash joylari qurilgan. Ichida hovli, quduq, xonalar va sardobalar bo'lgan. Beluli qal'asi xarobalari va hozirgacha saqlanib qolgan qismlari uni Samarqand binolari uslubida chig'anoqli sarbat ohak toshlardan yasalganini tasdiqlaydi. Bir paytlar karvonsaroyning eni uchuvidan 8 metrli darvozasining old tomonida Registondagi Sherdor madrasasidagi kabi ikkita sherning rasmi bo'lgan. Lekin o'tgan asrning 70-80-yillarida bu sherlar noma'lum yo'lovchilar tomonidan olib ketilgan. Darvozaning yuqori qismidagi arka esa qulab tushgan. Ushbu tarixiy majmua bugungi kunda muhofazaga olingan. Xususan yodgorlik Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktyabrdagi qaroriga muvofiq O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek, mazkur hudud 2023-yilda UNESKOning umumjahon tabiiy meros obyektlari ro'yxatiga olingan.